Assalomu alaykum azizlar, hammaga xayrli kun, salomatmisizlar? Kechagi video masalasi bo'yicha video murojaat bilan chiqyapman. Nilufar Hamidova adminingizga aytib qo'ying, opa. Yana menga xullas Telegramdan narsa tashlayapti, tahdid qilyapti. O'ziga qiyin bo'ladi. Mana do'stlar, ko'ringlar, sizlarga ko'rsatmoqchiman shuni. Aka, yana bir marta aytyapman sizga. Bu oxirgi ogohlantirish. Keyin o'zingizdan ko'ring, o'chirmasangiz. O'chirsangiz o'chiring sizga. 1 soat muhlat sizga. Videoda opa nima karomat ko'rsatadi, yalang'och chiqadimi degansiz. O'zingizga minus aka. Ukajon, seni gaping men uchun hech kim bas. O'sha opang chiqsin, seni boshlig'ing Nilufar Hamidovani men kutaman. Qarochi o'sha bilan gaplashaman. O'sha aloqaga chiqsin. Bu videoni do'stlarga jo'natib, imkon darajasida poddeshka qilib, layklarni bosib tarqatib beringlar do'stlar. Sizlarga katta rahmat. Bugungi kunlaring chiroyli o'tsin. Men yaxshiman, men sog'man. Ikkinchi kun bugun. Salomat bo'linglar do'stlar. Assalomu alaykum azizlar, hammaga xayrli kech. Bundan oldingi qo'ygan storiesimni hammalaring ko'rdilaring, postimizni ko'rdilaring. To'g'risini aytsam, juda ham ko'pchilik menga telefon qilib yotibdi. G'irt begona nomerlardan. Endi o'sha Nilufar Hamidovani kimlar ekanini tanish bilishlarimni bilmayman. Lekin videoni o'chir deb SMSlar kelyapti o'zimga, kommentariyalarda yozyapti, o'zim dayragimga yozyapti juda ko'pchilik. Men yaxshiman hozircha do'stlar, lekin video o'chmaydi. Sizlardan menga bitta yordam, poddeshkalaring, shu videoni ko'proq odamga tarqatib beringlar va ko'proq like bosib, kommentariyaga faqat menga nisbatan chiroyli so'zlar yozib bersalaring, men to'xtamayman. Xullas, dakansa bo'ldi, maydonga chiqdikmi, dakansa o'yinda davom ettiramiz. Nilufar Hamidova, birovlarga telefon qildirmang, chiqsangiz o'zingiz chiqing, o'zingiz bilan gaplashaman qarochi. Sog' bo'linglar.